O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga muvofiq har yili 27-iyun kuni mamlakatimizda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan bugun viloyat Ichki ishlar boshqarmasida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun tantanali tadbir tashkil etildi. Tadbirda viloyatdagi faol jurnalistlar, televideniye, radio, internet nashrlari va matbuot sohasida fidokorona xizmat qilayotgan xodimlar ishtirok etdilar. Viloyat Ichki ishlar boshqarma boshlig'i o'rinbosari Sherzod Shadiyev ishtirok etib, boshqarma boshlig'ining tabrik so'zini o'qib eshittirdi. Tadbir ishtirokchilarini bayram bilan tabrikladi. Ularning jamiyatda qonuniylik, xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni va xizmatini alohida e'tirof etdi. Uchrashuv davomida ichki ishlar organlari bilan ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi hamkorlikning nechog'lik muhim ekani, ayniqsa ichki ishlar tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni yoritish, fuqarolar bilan ochiq muloqotni ta'minlashda jurnalistlarning hissasi beqiyos ekani haqida so'z yuritildi. Tadbir yakunida bir guruh jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari viloyat ichki ishlar boshqarma boshlig'ining bir martalik pul mukofotlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.